bir kuni bir onajonimiz farzandini olib kelgan. Oyisi o'sha ofitsiantka bo'lib ishlatganda enagiga topshirib qo'ygan ekan bolasini. Va nimaligini bilmaydi bolada talvasa qurishlar. Ketyapti soppa-sog' bola. Yetmayapti. Misol uchun hamma o'sha ketish kerak, bayram, nima qilishni bilmayapmiz, nima bo'lgan deb savol beramiz, savolga javob bermaydi. Oxiri shunaqa holat bo'lganki, enagani ham chaqirtirganmiz. Nima bo'luvdi, nima qo'yuvdi deganda, enaga farzandim bolani itorvordi va juda ham qattiq tarsillab tushdi bola yerga degandan keyin tekshiruvlar natijasida ko'rganmiz, bizda ancha vaqt ham yo'qotilib qolganki, bolada miyada gematoma paydo bo'lgan, bola qattiq jarohat olgan, travmatik jarohat. 1 yoshlardagi bola bo'lgan u bola. Chinqirib yig'lab, endi hamma muolajalarni qilganmiz, o'z vaqtida yordam berganmiz, lekin keyin MSKT tekshiruvini qilgan o'zidan keyin bolada gematomaligi aniqlangandan keyin neyroxirurgiyaga yuborilgan, lekin u bolani asrab qolish olmagan. Ya'ni anamnezini to'g'ri etib bermaganligi, bir narsa qanaqadir holatlarni bekitganligini oqibatda xuddi shunaqa holat bo'lgan. Shuning uchun enaga berganda ham onalarimizga tavsiya qilgan bo'lardik. Iloji bo'lsa agar albatta nima deydi, tekshirish uchun hozir kameralar juda ham ko'p. Bilmaysiz, baribir o'zini farzandidek hech kim qaramaydi. Shuning uchun o'shalarga e'tibor berishni men tavsiya qilgan bo'lardim. Mana shu holat juda ham hali ham achinarli, chunki balki shu bolani vohliroq anamnezda to'g'ri yig'ilgan bo'lganda va shuni bizga aytib berishganda, biza balki endi taqdiri yozilgan albatta, lekin balki asrab qolish imkoni bo'lgan bo'lardi.